Quddusni fath qilgan Salohiddin Ayyubiyning hayoti turkiylar tomonidan qutqarib qolinganligini bilarmidingiz? 1175-yil 22-may kuni Halabni qamal qilayotgan va o'z chodirida dam olayotgan sulton Salohiddinga ismoiliy qotillar hujum qilishgandi. O'sha kuni qotillar ko'ngilli askar qiyofasida lagerga kelishgandi. Asasinlarni yaxshi biladigan turkiy sarkarda Nashiddin Xumortegin ulardan shubhalanib savol bera boshlaydi. Vaziyat yomonlashganini sezgan qotillar Xumorteginni chopib tashlashadi va darhol sulton chodiriga hujum qilishadi. Ulardan biri sultonning bo'g'ziga pichoq uradi, ammo himoya vositasi kiygan Salohiddin zararlanmaydi hamda qotilni bilagidan ushlab qoladi. Sultonning yonida xizmatda turgan turkiy mamluk buzukhush raqib xanjariga yopishib tortib oladi-yu, barmoqlaridan ayriladi. Shu on yugurib kelgan yana bir mamluk qotilning kallasini uzib tashlaydi. Bu orada tashqarida yana ikki dushmanni tinchitishadi. Salohiddin tirik qoladi.